Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Qiz qalbi avrishim talchiviq. Yigitlar uni xolg'in tarbiga egalaydi. Qarang Asiya obistay, qizimiz Fariha nimancha g'amkin. Uning yuragi hozir o'tda. Qarang ko'zlaridagi yolqinni. Kitobga amroq hissiyotchan qiyri qiz muallim Asiyaning uyiga kelib, hozirla chiqib ketgan Fariha to'g'risida gap qilib edi. Asiya parvosizla: "Oy, kichkina qizni undaq demisiniz a? O hadisini sig'inib shundaq mumiq bo'lib qoldi" dedi. "Yo'q, obistay, mening ko'zlarim xatolashmaydi. Men qizingizning ko'zlarida boshqa birsini ko'rib qoldim. Qiz biriga qattiq ko'ymoqda." Gimnaziyani 24 yoshda tugatgan bu muallim qiz qorimi to'q, manzillari do'ng, panohroq bo'lgani bilan gapga to'lim usta, osh etishni yaxshi bilmagani bilan kitob o'qib xotir yozishga mahir edi. Uning boshqa odamlarni ko'zitish iqtidori yuqori edi. U Nuriylardan 1 yil burun maktab bitirgan bo'lsa-mu, xizmatga texi bu yil o'rinlashdi. Nilqi bozoridagi boshlang'ich maktabda Osiya bilan birga o'qituvchilik qildi. U maktabda ikkili ayol o'qituvchi bo'lg'ashqa, ular tez sirdosh do'stlaridan bo'lib qolishdi. Yaqinda Osiya uni uyga kelib oldi. Yangidan Yarlik Mallar shirkatiga xizmatga kirgan qizi Fariha bu qiyri qizni yomon ko'ratdi. Anasi: "Nimanda qilsan qizim?" deb so'rasa, Fariha tumshuqlarini ushlab: "Sat, qizlar degan sat bo'lsa bo'lmaydi. Yana kelib texi Nuri akam kelganda g'iljonshib" deb javob berdi. Nuri bu uyga pat-pat kelib turadi. Uning oshkora xizmati Yarlik Mallar shirkatining Jalliq mol bo'limida mol setib olg'uchi edi. U chorvachilardan ot qo'y setib olib, Sovet ittifoqiga o'tkazib, u yoqdan mol akiladigan bir to'p odamlarning orasida yuradi. Fatih uni ba'zida ruscha tarjimon desa, ba'zida kotib deb qo'yadi. Ish qilib, u oyda $45 oylik oladi. Uning ko'p vaqti qirlarda o'tadi. Nahiya bozoriga kelsa, Osiyaniga kelib o'ltirib ketadi. Uning chiroyi kundan kunga to'lib, nurlanib, chiroyli ko'zlarida jilva, sehriy kuch oshmoqda edi. U kigiz ustidan putlarini sunib, kitobga birlik qarab olsa, soatlab gap qilmay o'ltirib oladi. Savollarga qisqa, "Ha, yo'q" degandek javoblarni beradi. Qiyri qiz uning bilan munozara qilishga amroq edi. U nazariya, tarix va tabiiy fanlardan har xil savollarni so'rab, Nurining og'zini ochadi. Ular talasha, oxir Nuri uydan chiqib ketgandala Vangchun besiladi. Uning hozirgi o'zgartib olgan ismi Vapi. Millati tatar edi. Chunki hozirmi uning izida odam bor edi. Texi mana yaqindan beri nahiyaga Urumchidan kelgan saqchilar yig'ibda ketgashgan, u xelidan beri nahiyaga kelmay, Olastay taraflarga mo'kinib yurdi. Fariha uningga to'limi amroq edi. U dastlab hadis to'g'risida yig'lab turib so'zlaydi. Keyincha o'zi to'g'risida, jamiyat to'g'risida ko'proq so'zlab beradigan bo'lib oldi. Ular aralab yoshlarning yig'ilishlariga billa boradi. Uni Nuri akilib qo'yadi. Ularning sirti nimalarni deyishib, nimalarni qilishadiganligini Osiya bilmaydi. Osiya bir narsani biladi. Nuridagi yigitlarni har qanday qiz yaxshi ko'rib qoladi. Chiroyi, mijozi va axloqi go'zal yigit. Bilqut xazinasi, deydi Osiya Nurini boshqalarga maqtab. U bechara qizi Sabihaning baxtsizligi bilan o'rtanadi. Xudo qo'shgan bir juftlarni murodiga yetkazmagan jamiyatning hukmdorlarini kechillari ko'z yoshi bilan qarg'ab tillaydi. Qiyri qizning gapi uni g'aflatdan cho'chitib sagitdi. Fariha hadisidan chiroyli, hissiyotchan qiz bo'ldi. Ular
qarang'u ko'chalarda yandishib billa mengishadi. Nuridek yigitlarning belaklari uning badaniga tekkanda u hammani unutib yigitga berilib ketishi, asosini yo'qotib qo'yishi mumkin-ku. Demisimi, u hozir hadisining gapini qilmaydigan bo'lib oldi. Uning tatarcha jirlashlari, gitar chelishlari, arzimas ishlarga qaqoqlab kulishlari go'yo qarov ko'rib, g'oyib bo'lgan kakkuhdek nalargadir yo'qolgan. U hozir g'amkin xayolchan. Bir tal barmog'ini chiroyli lavir bilan tishlab, dariziga jayniki bilan taynib, daryoning nerisidagi qaqasda qarab bir turib olsa, varqirsimi anglamay qaytib qoladi. Qizdiki shuncha o'zgarishlarni ona bo'lgan Osiya bayqamay, yotbirning bayqigan nemisi, ha? Qizi navoda Nuriga ko'ngil berib, mushalga tushib qolgan bo'lsa, bu xiyonat-ku. Ay Parixa, hadan Sabihati hayot. Uning hiliqi Chuzun Silingning bolasi do'ri bilan mast qilib oyoq osti qilgan. Shinsayning qiyininisi Chu Yushun Shinsayga o'xshash xotinbas. U dadasi, hadisi va yezisining kuchi bilan cheksiz huquq mol dunyoga ega bo'lib olgan. U maxsus ikki muhofizatchining yordam bilan go'zal qiz Sabihani yarim yil maxfiy uyga o'rinlashtirib xotin qildi. Uning qizga ko'ngli tushib qoldi. Shunga uni boshqa qizlardek o'ldirib atmadi. Sabiha qisos elish uchun Chiyoga sun'iy yaqinchilik qildi. Uningga yolg'on erkalab, nafratini yo'shira oladi. Chu Yushun Xinjiang ofitserlar maktabi siyosiy bo'limining mudiri bo'lg'ashqa, Sabihani bu maktabning alohida diplomatiya sinfiga o'qishga kirgizib, 1 yil o'qitdi. Sabiha maktabni bitirib, shu maktabning rus tili tarjimoni nomi bilan harbiy kiyim kiyib ko'chalarda oshkora yurdi. Lekin uning qadamlari cheklangan edi. Uni boshqalar Shinsayning Malikova nomli oshnasiga o'xshatib, seriq chash pari deyishdi. Hamma odam uni ishpiyon deb bilishdi. U xo'rliq dastidan nervlari buzilib, Saranglar doktorxonasiga kirib chiqqan bo'lsa-mu, qisos elish uchun dushmanlarning orasida yuradi. Ba'zilar uni pul uchun ishpiyon bo'lib ketdi deyishmoqda. Mayli u husn jamoli bilan odamlarni jalb qiladigan ishpiyon bo'lib oldigan bo'lsin, yoki yiliqi harbiy ta'lim-tarbiya maktabida o'qib chiqib, Osiya tushunmaydigan yangi kasblarni egilab, Shandoban uchun ishlayotgan bo'lsin, Osiya uning bularni qisos elish uchun qilayotganligini biladi. Uning qalbida qisosdan boshqa narsa yo'q. Osiya buningga ishonadi. Uningga badani bo'lgangan bilan ruhi pok. U onasiga bir qatim, "Apa, men bir qatim o'lib tirildim. Boshqa bir badanda mening ruhim yashamoqda. Hamma yerda kulib turgan badan, hamma joyda qon yutib yig'layotgan bir ruhni yo'shirmoqda. Apa, men haqiqiy o'limni kulib turib kutyapman. Sen meni kulib turib dafn qil. Chunki men intiqom olmay turib hargiz o'lmayman" degan edi. Bu gaplarni elishib qolgan kunlarda azob bilan degan. Lekin bu gaplar uning yuragidan chiqqan pardozsiz gaplar edi. U Nurini yatlab qanchalik yig'ladi. Parixa uningga qo'shilib qanchalik yig'lishib berdi. Uning ustiga Nurimo hozirgacha uni seg'inib kelmoqda. U har qatim bu uyga kelib Sabihaning suratini ko'rganda, uning chiroyida cheksiz azob, seg'inish va muhabbat belgilari o'xchaydi. Osiya bunday chog'larda uningga qaray olmay, o'yliga yoki boqqa chiqib o'rtinib yig'laydi. Parixa ashundoq bir hadisiga osiylik qilami? Nurimo badan talabiga berilib, vijdon tizginini qo'yib yetarmi? Yo'q, ular undoq emas. Undoq bo'lishi hargiz mumkin emas. Bu munoqir qizning kundashligidan paydo bo'lgan yomon g'arazlik bir paras. Osiyaning qizi Parixa o'z hadisi Sabihaning suygan yigiti kuyib qolmagandi.
Asiya ishxonasida bolalarning topshiriq daftarini ko'rib etibmi, uyga qaytib kelib o'rus bolkasini to'g'rab etibmi, o'yladagi o'choqda sut so'rib etibmi, qizi va Nuri to'g'risida o'yladi. Nuri hozir uning kundalik turmushining bir qismiga aylanib olgan. U yaxshi tomoq oldiga kelsimi, bir ko'ngillik suhbat boshlansimi yoki bir erkish chiroyli yasnab olgan bo'lsimi, darhol Nurini aslaydigan. Birər saqchi birər odamni tutib olsa yoki shahardan birər yomon xabar chiqib qolsa-mu, u ansiz onlardek ixtiyorsiz holda Nuri deb o'ndaraydigan bo'lib qolgan edi. Uning qalbida yot bir yigitga onalik mehri paydo bo'lgan edi. Parixa bilan Nurining munosabatini aksining munosabati deb faxrlanib xotirlaydi. Bugun mana uning subsizi xiyol osmonida to'yuqsiz qora bulut paydo bo'lib, havo guldirlab chaqmoq chaqdi. Ilohim mo'ldir yig'ib, mehr muhabbat maysillari qardan chiqmag'aydi. Lekin hayot rahimsiz. Reallik bir xil talvi kuch. Uning bosh egdirish kuchi to'limi yuqori. Qo'rqinchliq. Reallik qaman inson xohishini mansitmaydi. Xarli alaydi. Uning ustiga hayotning muhabbat babida aqldan osmaydigan odamlar kam bo'ladi. Hissiyat seni yuzsizlikka qistiganda sen uning quli bo'lib qolasan. Pushaymon degan atalma shuning uchun paydo bo'lganda. Mana qizi kirdi. Uning qopqi kundagidek turilgan. Chiroyli yuzida parishonlik, jiddiylik alomatlari sezilib turardi. Parixa qizim, mijozing yo'qmi nima? Yo'q. Men bundoq sovuq mijoz bo'lib qoldim qizim. Nədikini? Apangdan yo'shirma qizim. Har qanday ish bo'lsin menga de. Meni qiynama. Men hozir ansizchilikda qoldim. Nimishqa apa? Qizning chiroyida majburiy tabassum paydo bo'ldi. Uning yo'g'on qo'y ko'zlari g'amkin edi. Qo'yg'ina, dedi qiz qip-qizil bo'lib. Hatto uning bo'yollari quloqlarima qizirib ketdi. Qiz uyga kirib ketdi. Ana orqasidan kirib, "Kim u?" dedi u buyruq talaffuzda. "Hech kim." Qiz derazaga qarab oldi. "Nurima?" Qiz xuddi bir beshig'i cho'moq bilan urgandek silkinib, qattiq varqirab, ikki qo'lini etib oldi. "Dima, dima!" U buqildab yig'lab ketdi. Ana qizini quchoqladi. Qiz onasiga xuddi bu vaqtdek yomishib, silkinib yig'lab turib, "Jinim oppa!" dedi. "Rost shundoq." Ana bola yig'lashayotganda uyga qeri qiz kirdi. "Nuri, bo'ri boylarni tutib ketibdi," dedi hozirab turib. "Qo'llarini bog'lab mashina bilan elib mengibdi-dak. Hamid Akbar Boturlar qutuldirg'ili otliq qo'g'lab ketibdi-dak." Parixa 16 yoshlik, go'zal, hissiyot kontrolligidan ayrilgan qiz birli chirqiravidda hushidan ketdi. Uning chiroyi tamdek tatirib, ko'zining qarasi tortishib, qalbiklari ko'kirib, butun badani g'olildab titramoqda. Ana uni bag'riga ching besib, yuzini yuziga yiqib, nima qilarini bilmay, "Parixa, Parixa, jinim qizim!" deb qizining eynaklarini titrab turgan barmoqlari bilan silamoqda edi. Qeri qiz shum xabar akirganiga ming bir pushaymon qilib, "Yolg'on, eg'va!" deb kekashlamoqda edi. "O'lim ilohim, so'yib keling!" dedi Asiya uni silkib. Yuziga sovuq suv sepilgandan keyin Parixa hushiga keldi. Uni supaga yotqizib qo'yib, ikki ayol tagashgala turdi. "Atay tishig'i tegib, nima qilay deysan, o'y qori ko'say? O'shidan ketgida xabarim edi, ajab nozikkina bu tov bo'shang. Alqinimda cho'ng bo'lgan, san o'xshash
O'choq mantıda küçükdek yundishmagan bu. Tayilliq, sen mozaylarning holinglar cho'ng bo'lg'ini bilan kuninglar ishdan battar. Bo'ldi, appa, men hech nim bo'lmadim. Dedi Parixa texim yomon gap qilishga tamshilayotgan onasini quchoqlab, so'z yegizmay va qiyri qizib qarab. Xushal bo'p ketmang Zaynab ada. Ularni Hamid akam qutuldirib keladi. Dedi. Nimaga xo'sh bo'latdim? Zaynab millatdan boshqa emas, Gultaji, bilamsan? Gultaji. Voy qari Gulay. Seni o'tik maylashdan boshqa ishlatgir bo'lmaydi. Dedi Asiya kulib. Man, snekir, xom qaymoq sevatda. Ular birdamdila aplashib billa o'tirib tushlik choy ichishdi. Asiyaga qizining Nuriga oshiq bo'lib qolganligi ma'lum bo'lib edi. Uning hech nima yegiz kelmadi. Qanday qilib chaq qo'yish kerak? Qo'riq o'tinga o't tutashdi. Uni o'chirgil bo'larmi? Bu o'tin kuyib tugisa, buning azobiga chidig'ili bo'larmi? Ananing xiyoli savollar bilan to'ldi. Shu kuni Kash Parixa vaqtida qaytib kelmadi. Ana dakki-dukkida uy bilan bo'suqi orliqida sansiz qatar edi. Tiriq qizlar sirtqa yugurdi. Qizdan derak bo'lmadi. U oxiri g'imidi yo'q kitob o'qiyotgan qiyri qizga yig'lab turib, "Yur, Fatih Muslimovning uyiga borayli. Qizni shular biladi." dedi. "Nimancha, voyay, kelmamdi." dedi qiyri qiz g'imidi yo'q kitobdan bosh ko'tarmay. "Bo'pti, amsi o'zim boray." dedi ana oldirab sirtqa minib. Bu dunyoga zarlab yig'lig'ili to'ralgan bo'lgandiki. Qarang'u tushdi. Asiya Nilq shahrining tari, daraxtli ko'chalari bilan oldirab minib, g'arbga burilganda uni tuyuqsiz bir ansizchilik chirim oldi. Go'yo qizini askarlar tutib ketgan. Go'yo Parixamu Sabixaning kuniga qolgan. Navodi shundoq bo'lgan bo'lsa, uning bu dunyo harom. Qosh daryosining bo'yiga berib, qirg'oqdan birni sakirsa, hamma tartquliqdan qutuladi. Dadisi, eri, qizi, man endi kenjisi oxir qo'ymaydi. Yana shu taqdirga duch kelsa, dunyoda uningdan baxtsiz inson yo'q bo'lgan bo'ladi. Eri oxirgi qitim qizlarim sizga qoldi. Ularni baxtli qiling. Bu mening oxirgi umidim. degan edi. Tatar bo'lmoq to'limi ta'skan. Ular o'z yeriga sig'madi. Men endi Shinjongmo ularga tar kelmaydi. Ana qizlarini o'qitiman deb biriga to'qal bo'ldi. Qari ko'ngil manbegi o'z foydasi uchun uning suyimli qizini Chiuning o'g'liga tutib berdi. Qizi xo'rlandi. Baxt degan xo'rliq emasdi. U hozir tirik do'zaxda. Mana endi oxirgi umidi bo'lgan Parixamu xavfga duch keldi. Biror ish bo'lmasa, bu qizi hargiz onasini ansirtib bundoq kech qolmaydi. U yugurdi. Uning ko'ziga itlarmi ko'rinmadi. Ishkit yavitdigandek hovushib top besib kelmoqda. Uning ko'nglidan qo'rqishmi ko'tarilgan. Itlarga putidan to'pili selvitib otdi. To'pi tosh chashdi. Oxiri itlar yiroqladi. U yalang oyoq yugurdi. Oxiri yim etiklik yo'g'on darvozaga kelib, darvozada qattiq urdi. Guhariya! Voy Guhariya! Yanchik echildi. Asiya xuddi sarang bo'lib qolgandek, Parixa! Parixa! deb do'doqladi. Qo'rqma, qo'rqma! dedi Guhariya uni quchoqlab. Qizing ba, u Hamidlar bilan Olastayga ketdi. Nimishqa? Men bo'pti. Uyga kir, qo'rqma, men deb beray. Shu kuni tazig'uchi saqchilar Olastayga mashina bilan mingan ekan. Arqadan Hamid boshliq yoshlar otlanib, tog' yo'li bilan tangla yo'lga chiqib shu yoqqa minibdi. Navada Nuri bo'ribaylar tutilib qolsa, ular mashinaga hujum qilib, ularni qutqizib olmoqchi ekan.
Saqchilar ularni saqlagan ikki qozoq yigit bilan bir Mo'ng'ul buvayni tutib ketdi. Bu gap ko'chaga "Voy, Nurilarni tutibdi" deb tarqalibdi. Hamidlar qo'g'lab Nilqidan o'tib, Qarasuv atrofiga kelganda mashinaga qora miltiqlar bilan hujum qildi. Shoför o'libdi. Saqchilar mashinadan tushib etishibdi. Otliqlar mahalla xalqining yordamida uylarga mo'kinib yurib, 4 saqchini o'ldirib, heliqlarni qutuldiribdi. Ularning biri og'ir yordar ekan. Neliq saqchi idorasi bu ishni anglab, shaharga xabar qilmoqchi ekan. Shahardan bu yoqqa qarab 2 mashina askar mengibdi. O'rus Nikolka heliqi saqchi mashinasini haydab, kun o'ltirganda Neliqqa kirgan ekan. Yigitlar chiqadigan askarlarning hujumiga taqobil turish uchun mashina bilan Olastayga mengibdi. Parixa unimag'onga qaramay yigitlarning orasiga kirib, belli ketibdik. "Yasha qizim, mushunda qilib qurbon bo'lib ketsangmi, men rozi", dedi ana Gohariyani quchoqlab. "Fatih o'zi shahardan askar mang'imni qandoq bilgandi, ha? Saqchining ichida uning odamlari bor. Bular hammani bilib turadi. Ilohim, bu shin deganga zavolliq kelib, xalq kunning siriqini ko'rsaydi." Ular tang atquchi tang-tanglab uxlashmadi. Mashinalar o'tdi, lekin tang qilgan miltiq ovozi anglanmadi. Asiya bir kecha uyqusiz, ansizchilik tartib atdiganligi kundan burun uyga qaytdi. Ana bo'lmoqning ta'sirligi. U qizim uyga qaytib keldimikin degan umidda hayajon bilan hovliga kirdi-da, darizdan qaradi. Qeri qiz supada. Qizi boqqa qargan karvatda rastilla uxlayotdi. Ana hayajon bilan uyga o'zini atdi. "Jinim qizim, qaytib kelsan degan bilan", dedi u qiziga o'zini aytib. Seriq chash qizning yuzlarini siypab peshonasiga so'ydi va tatliq uxlayotgan qiziga g'uva tang yo'riqida sinchilab qaradi. "Sabiha!" Ana hayron bo'lib barqiravatdi. Uyda rastli Sabiha uxlayotdi. Uning chiroyli, lekin so'lg'in chiroyi Parixanikidan farqlanadi. Parixa yengli echilgan qizil gul bo'lsa, Sabiha echilganiga yarim kun bo'lgan, shunga sinchilab qarsa, yaproqlarda so'lg'inlik iznalari bayqaladigan gul edi. U qizining yuziga yuzini yiqib, "Qandoqmi opangning bu zay uyni topa olgansan? Mening Nilqin ishkanligimni qandoqmi bilgansan?" degandek savollarni so'rg'ila turdi. Sabiha tatliq uyqudan uyg'onmagan edi. Qeri qiz uyg'ondi. U "Demadimmi qaytib keladi deb. Yerim kechida keldi, ishikni ichib berdim, kirdi-da yotdi. Lamjim demadi." "Qari xotin, bu Parixa emas, Sabiha." "Nima?" "Ha, rost. Putida o'tik, tak-tak qilgan rost. Qara, qizil harbiy o'tgan." "Harbiy? Ha, qara, o yipak ko'mligining esilligini, ya Fransiyaning, ya Angliyaning raxti. Men kitoblardan o'qigan. Pol shulki voy. Qarangla, o yostiqning ostidan uch ko'rinib turgan nima? Portmal damsiza? Yo'q, topanchaning qipi." Sabiha uyg'onib, darhol yostiqni puklab ko'ksiga besib onasiga erkaladi. "Jinim oppa, kelgina. Voy, chashini tamam oqirib, ko'zini o'ltirishib, yuzimni qo'riqchirmab bo'pti-ku." U opsining yuziga yenishlab so'ydi. Uning oppoq bo'ynida chiroyli oltin medalyon pulanglab turadi. Quloqlarida ko'zlari ajoyib chiroyli oltin halqa yalt-yult qiladi. Karavatning yonida bir xurum chamadon turadi. "Bu yerni qandoq topding qizim? Izdigili 1 yil bo'ldi. Senmi ketding? Men lirikingni elishga hamma yerga xabar berdim." "Kim deb berdi bu yerni amsa?" "Topdim shu.
dedi u qeri qiz qarab qo'yib. Bu hadimiz, yo'q, apu qiling, ismingizni so'ramabdiman. Zeynep, apang Asiya Abistay bilan billa boshlang'ich maktabda Abistay. Ha, Zeynep muallim. dedi Sabiha burun onasi bayqamagan o'ziga sifat beradigan bir xil talaffuzda. Sizga rahmat, apamga amroh bo'lib, yolg'izlikni bilindirmabsiz. Biz degan hadi singil, birimiz seriq, birimiz qora bo'lsaqmi? Seriq modan bilan qora modan bir chunakda o'sgandak. Ha rost. Fariha qani apa, uni bekmi seg'indim. Sanglang cho'ng bo'lib, bo'yinchoq o'zdigan bo'lib qoldi. Apa, biz degan sap tatar emas. Sen tatar, biz Uyg'ur. Bizni mo'zay desang bo'lmaydi. Ha, endi opangdan tanay demsina. Senmi mo'zay, dadang degan no'g'aylashgan Uyg'ur edi. Ana xapliqi sahardagi jilg'i tumanlarga o'xshaydi. Quyosh nurini ko'rish bilan taraydi. Mana uning kechidan beri qarg'inligi, xapliqi biraqli yo'qoldi. Uning hozir ishonchisi to'liq. Fariha mo tuyuqsizla lo'ngida paydo bo'ldi-da, uningga shodlik qo'shdi. Ular xushal-xo'ram atdiganlik choy ichishdi. Asiya bilan qeyri qiz ishqa mangandan keyin Sabiha chamadondan kichkina bir narsani elib, sipirlarni jit-jit qilg'izib bir yerlarga xabar berdi. U onasiga o'zining qandoq va nimishqa kelganligini aytolmaydi-da. Uning vazifasi Nilqida paydo bo'lgan qurolliq qo'zg'olonchilarning ahvolini egilab, hukumatning ularni yo'qitishiga yordam qilish. Bu qurolliq to'polonchilar ichida Nuri mopa. Sabiha Nurini bir kunmi aslamay, seg'inmay qolgani yo'q. U o'zining saf muhabbatga jini bilan sodiq ekanligini isbotlab berish uchun bu xatarlik ishga tutish qilgan. Albatta, uning har bir qadamiga zanjirib turayotgan maxsus odam mopa. Hozir hammalarda ishpiyon, jasus. Sabiha o'zining qanday odam ekanligini bildirib qo'yish uchun bu qitim Chiu Yushinga yelinib yurib, mushu Liu Bingdi alohida qismlar bilan birga kelgan. U o'zining har ishga yoqqa sodiq ekanligini bildirishi, artistlikni yaxshi qamlashtirishi kerak. Lekin uning sadoqatini Nuri tushunarmi? Uyg'ur musulmon aqida axloqi sadoqatni o'lim bilan o'lchaydi. Chiuning halovat ishtahosini qondirganidan o'lgini yaxshi edi. Lekin u o'lim bilan hech kimdan qisos ololmaydi-da. Badani anasiningida xo'rlandi. Lekin uning ruhi pok. Nuri shunday fikr qila olsa yaxshi bo'ladi. Aşk mashg'ullik ikki badanning qo'shilishi bo'lib qolsa, to'limi qimmati yo'q narsa bo'lib qoladi. Muhabbat ikki ruhning qo'shilishi, ikki yurakning qo'shilishi emasmidi? Nuri buni biladi. U sahraliq muhabbatning qadriga yeta oladi. Lekin singlim nimishqa onasini beyaram qilib, ularni qo'g'dug'uchi bo'lib o'ttirg'i chiqqandi. Uni zo'rlagan kuch qisos bo'lsa kerak. Men shunday bo'lishini tilayman. Qizlarga xos kundashlik, ularning muhabbat izhor qilish usulining biri. Yana o'z so'ygunini tushunish usullarining biri. Sabiha amdil 19 ga kirgan, lekin turmushning shirin lazzatidan ko'ra zaharlik hidini ko'proq purgan ayol. Hayot fojialarini texi turmush tajribasiga aylantirish bosqichiga o'tmagan. U yana nurg'un ishlarni oddiy o'ylaydi. Nuri singlim bilan chiqishib qolgan bo'lsa-chu, ularning bir-birini yaxshi ko'rish huquqi bor. Lekin Sabiha Nuri uchun yashayotadi. U hargizmi ularning Sabihaga xiyonat qilishiga yo'l qo'ymaydi. Ilohim, Fariha uni men uchun qo'g'digan bo'lsin. Ilohim, u hadis uchun o'z vijdoni burchini ado qilayotgan bo'lsin. Ilohim, uning xiyolida sabiy balaliq sezgisidan boshqa narsa bo'lmasin. Ilohim, u heliqa hadisiga erkilab, kechsimi hadisining qo'lini ikki qo'li bilan ching tutib yotadigan mehribon qiz bo'lsin.
ilohim, u hadisining Nuriga tunji muhabbatini beg'ishlab, bu muhabbatni hayoti bilan qo'g'dashga bel bog'laganligini unutib qolmasin. Sabihaning ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kildi. U ixtiyorsiz holda kichkina tapanchisini o'qladi va qulupladi. U singlisi xiyol suradigan darizaga jayniki bilan taynib, salqin yoz shamilida irg'anlab yop-yeshil yaproqlarini kun nurida yaltiritib, tabiat go'zalligi bilan insonlarga huzur berayotgan teraklarning to'p shoxlariga qaradi. Daraxtlar shaplanib o'ynamoqda. Daryo shovquni go'yo uningga madhiya, tog' shamili go'yo uningga madhiya. Ular hozir qaysi tog'da, qaysi qo'lda, qaysi qarag'ayning daldizida yurak oldi bo'lib, o'zini tutqili keladigan askarlarni saqlab yotadi ekan. Liu Bingdining askarlari harbiy mashqda. Shingdobandak yetilgan, ular mushtlashish, ot o'yini, marganlik va hatto yiroqni, qorong'uda nishonni ko'rish o'xshash taraflarda yetilgan yoshlar. Ular vazifalarni yaxshi o'rindasa, nurg'un pul mukofot oladi. Darajasi o'sadi. Shunga ular bandit tozlashga jinni atagan. Uning ustiga tog' tilni yaxshi biladigan yerlik yo'lboshchilar ularni boshlab ketdi. Ular ko'ringan nishonga o'qlarni takkuzalaydi. Izg'i tushganni tutmay qo'ymaydi. Navada ular Nurini etivasa, Sabiha mush tapanchisi bilan Liu Bingdini yoki Jang degan boshliqni 5 odami bilan o'ldiradi. Nuri uchun uchini jinni oladi. Chu Yushung degan qavandan qisos elishni boshqalarga qoldirib, biriga 5, biriga 3 ni o'ldirib, ondan o dunyoga safar qiladi. U zotli ikkilanmaydi. Yo'q, ular o'lmasin, tutilmasin. İlohim bu shu ikki mashina askar tamom yo'qolsin. Yana qanchasi kelsa, shunisi yo'qolsin. Toki Shangdoban yo'qolganga qadar eli partizanlari g'olib chiqaversin. Anglayotganinglar bir qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Uning ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kildi. Uning ko'ngli parishon, to'limi yerim. Bəkmi tit bo'lmoqda. U muhabbat uchun jon pido bo'lishning inson hayotidagi eng faxrlik ish ekanligini bilgan bo'lsa-mu, o'z sevgidan ayrilib qolishning qanchalik azob ekanligini teg' o'ylab ko'rmagan. U oyoq osti bo'lgan chaqlarda o'lib olishni o'ylagan. Lekin u o'lib olsa, uning muhabbatga sodiq ekanligini kim isbotlab beradi? U Nuriga o'zining bir pok muhabbat uchun hayot yashash yo'lini tanlab olganini harakati bilan isbotlab berish kerak. Lekin o'zi yordam qilayotgan bu qora kuch Nuriga tushunish imkoniyati bermas uchun. Nuri o'lib ketsa navada degan tushuncha uning tasavvur osmonga yalt qilib edi. Uning tomirlari qetib, yuragi to'xtab qolgandek. Vujudida u ilgari zodir ko'rmagan bir o'zgarish paydo bo'ldi. Yo'q. U o'lsa osmonda quyosh yo'qolgan. Yer yuzida muhabbat qolmagan. Osmon zaminmi, mening qalbimmi mangulik tun zimiston ichida qolgan bo'ladi. Men u chaqda intiqom ilishqimni taqat qila olmay, uning jasadi ustida qonga minib yotgan bo'laman. Xudoyim bizning to'pinlarimizda qo'shib yetdi-da. Biz yarim asrdan keyin chang to'zonga aylanib, qo'yinlarda billa osmonga ko'tarilib, koinotni billa aylanamiz. Yo'q, u o'lmasin. Avval men o'lay. Hozirlik Qur'onni dushmanlarimga qaratay yoki yo'l boshlig'ichi bo'lib, ularning yeniga borganda Nuriylarning ismini bar ovozim bilan varqirab, ondan keyin tapancham bilan yenimdagi askarlarni oxirgi bir qatim o'qim qolg'ich atay. Shu chaqda Nuri hammani tushunadi. Ular men uchun qisos oladi. Men shunday qilay, cho'qim shunday qilay. U birdali kulimsirab, ruhlanib darizdan supuq qaytib keldi. U supida o'ngda yetib, amdili sherin xiyolga berilib edi, o'yladan odamlar dukurlashdi.
o'ylagan ittik chiqib edi. Qo'shni o'risning ishki o'g'li Deyshlo harvisidan asal har sanduqlarini tushirayotganini ko'rdi. U rus qo'shnisining cho'ng o'g'li qamlashgan ko'k ko'z yigit bo'dir chashlarini silkib qo'yib Sabihaga "Доброе утро" dedi. Sabihani kulib turib "Доброе утро" dedi. Rus yigit Sabihaga ko'z uzmay tikilib "Sen mu singlimdek chiroyli ekansan. Yur. Men seni Tangbaliga G'o'ljining eng go'zal yeriga olib o'yintib kelay" dedi. Sabiha qiziqib so'radi. "Men bilan boramiz?" "Musharu bilan." "Necha soatda boramiz?" 10 soat. "Voy, nemancha yiroq?" "Arvaga chiqib, mening yerimda o'tirsanglar, yo'l qisqa bilinib qoladi." "Texi, uzun bilinib ketarmikin?" Sen ko'la bilan 1 soat mangandan keyin bilasan." "Sehrigarmi yo sen?" "Yo'q, men bir magnet." "Biroq, men bir temir parchasi emas, men bir tosh." "Yo'q, sen bir zinnat bo'ymi, seni magnet tarta olaydi." "Yo'q, men bir tosh." "Singling shundoq degan, biroq oxir tortildi." "Nima? Sen neden bilasan?" "O Nuri bilan hozir tog'da, bizning bal fermining yanida bir chedirdi turdi." "Yolg'on." "Men ko'zim bilan ko'rdim. Hamidlar beridiki g'o'l yig'izda. Nuri akbarlar tog' ichida. Bir chedirib tursin bo'ladi." "Ular so'yishdi, men ko'rdim." Sabihaning beshiga yana tayoq tekkandek bo'ldi. "Qachon mangsan?" "Hozir." "Ma'qul. Sen bilan bilmayman namsa." U anisiga "Men Parixaning yeniga ketdim. Atila qaytib kelaman" degan xatni qoldirib, Rus yigitining hasal hari sanduqlari bilan baklar qachilangan Deyshlo harvasiga o'tirib, Nilqi bozoridan chiqib kun chiqishga qarab yurib ketdi. Yap-yeshil o'rmonlar, to'piliklar, turib o'sin ko'rsatadigan Qosh daryosining qirg'oqlaridagi qiyo toshlar, bujg'unliq to'lqinlar, qarag'ay archalar ostidagi chimanliklarga tikilgan oppoq kigiz uylar uning nozik hissiyotlarini qo'zg'ab, qalbida til bilan tushuntirgil bo'lmaydigan g'idiqlanishlar paydo bo'lmoqda. O'ynaqlab turadigan bir jup sho'x qora ot 4 chaqliq qarmini yenik o'ynatib, birdan chimanlar ustida, birdan chang to'zonliq tashliq saylar ichida elib mangmoqda. Rus yigit yelidan yiliga Sabihaga chaqchaq qilishgan. Tuyuqsiz odam yo'q yerdan bo'yniga gira silib suyverishga tamshiladi. Turiblar toza manzirlik yerlarga kelganda otlarni to'xtatib, Sabihani harvidan quchoqlab, varqirtib yerga oladi. Sabiha bu ishlardan xafa emas. Chunki bu badan uningga yot. Uning kulkisimi odatlangan yolg'on kulki. Uning bu badaniga nimalar tegmadi? Uni kimlar quchoqlamadi? U samsaq puraydigan, boshni qaydiradigan apyon purqi gupildab turadigan satdan sat odamlarga mu kulib turib, mushi badanidan lazzatlanishga yo'l qo'ygan. Ularga selishtirganda bu Rus yigit ma'u tog' suyidagi pokiz, tog' gullaridagi xushbo'y emasmi? Mana yigit Sabihani ruslarga xos qizg'inlik bilan quchoqlab edi. Sabiha mu nazlandi-yu qarshilik qilmadi. Yigit uni uzoqdan uzoq so'ydi. Sabiha so'ylayotganda nimishqidir yan Nurini esladi va ixtiyorsiz holda Nuri davatdi. Rus yigit uni darhol qo'yib etib, o'zidan yiroq ittardi. "Sen Nuri deysan, singlim uni." Qiz birdilla qarag'ay tuvida o'ltirib yig'lavatdi. Solda daryo sharqirab oqmoqda. Qoptonlardagi qelin qarag'aylar so'z ko'pkik tuman bilan qoplangan. Rus yigit Kavkaz tog'larini aslida uning ko'ngli buzildi. Uning Sabihaga qo'shilib yig'lig'isi keldi. Lekin u g'ingshib ruscha naqshi aytdi.
Sabiha birdala o'rnidan turib, Rus yigitga esilib uni quchoqlab o'pki deb yig'ladi. Yigit uning beshini silab esdashlik qildi. Yig'lab ol dedi. Yuqoridan liq askar bosgan bir mashina tushib suv bo'yida to'xtadi. Tog'dan daryoga tushayotgan cho'q muzdek suvda askarlar yuzlarini yuvdi. Ular xuddi layga baqam etib chiqqandek hammasilar patqoqqa melangan. Ruhiy tushkun, xafa va charchab holidan ketishgan edi. Ular xanzu tilida kimnidir tillaydi. Askar ichidagi bir ofitser Sabihaning yeniga keldi. Naga? Taqqa. Rus yigit cho'p yavatgan otlarga nuqta silayotganda, "Aticha, nah yerini aniqlab xabar qilib", dedi ofitser buyruq ohangda. Mashina tezda yurib ketdi. Sabiha harvaga chiqqanda Rus yigit so'radi. "U seni tunimda?" "Yo'q." "U nim dedi?" "Nega borsan dedi? Bal fermaga dedim." Rus yigit otlarini qamchiladi. Otlar chimanlik ustida harvani siliq tavirtib yurib ketdi. Birdan havo guldirlab chaqmoq chiqib, tog' ichida aks sado jaranglab vahima paydo bo'ldi. Nikolka harvining oldiga birzimdan qilingan saviyanni bekitib, Sabihaga "Yomg'ir yog'sa, tog' yo'li etiladi, harvi zodini mangolmaydi. Oldimizda bir qozoq uyi bor, shu yerga yetib olayli." Dedi, otlarini o'kirang tashlatib to'pilikka, o'ng tarafida tog'dan tushayotgan bir o'sdan suv oqadigan, so'l tarafi bo'q qarg'ayli g'o'l bilan janubga qarab ittik yurib ketdi. Ular amdila g'o'l eg'iziga kirib edi. Yomg'ir xuddi chelakdan suv quygandek sharqirab yaqqila turdi. Tog' havosi to'limi sarliq. Baylar kishini umr bo'yi yashsam ha degizgan go'zal qaptonlar birdandila kishiga minut turg'isiz bezorlik tuyg'usi taqdim qildi. Subsuzuk toshlarni marvoyit aylantirib o'qchib eqiyotgan sho'x suvlari mana birdandila bo'tqidek quyuqlashib surlik oqmoqda. Hammani yutib yetilgandek hayva qilmoqda. Yo'llarda tashqin oqmoqda. Otlar tirajab, qamchining zo'ri bilan bu yo'llarni so'zib, harvani davonga so'rmoqda. Nuri nima qilayotgandi deb o'yladi Sabiha, ko'ngilsiz tabiatdan zerikib, Nikolkaga yaqin shumshib o'tirib edi. "Apam becharichoq." Ular bir chatqanlikdan chiqishiga yo'lda chaqillari patqoqib ketib qolgan bir mashina uchradi. Mashina ochiq yo'rkiraydi, lekin chaqlar patqoqni burmilab bargan siri cho'kmoqda edi. Layga milangan onda qurolliq askari chaqlarning atrofida o'milishib yurishadi. Bir zam bilan him yepilgan kozubdan tillash, jo'ylish, noli faryod anglanmoqda. Demak, yordamlar bor ekan-da. "Chatoq!" dedi Nikolka. "Harvini tashlab, otlarni minib qochayli." "Nimishqa? Buni otlarimizni tartib oladi." U harvadan tushib otlarning shiyla qomutlarini yeyishga boshladi. Ikki askar yugurib keldi. "Aka, otlarni mashina so'rtimiz. Men taqqa boradi." "Tavadi xunda. Sabak. Da." Ikki askar Nikolkani ikki musht urdi. Nikolka patqoqqa yiqildi. Ular otlarini silkib tortib oldi. Shu chaqda yandagi to'pirikdan vang qilgan miltiq ovozi anglandi. Mashinaning yonida avtomat tutib, g'adib turgan biri chirqirab dumaladi. Askarlar ko'katliq eriqlarga o'milishib taqqa qaritib, miltiq avtomat etishga boshladi. Tog'dan qayta o'q etilmadi. Askarlar qonga melinib, yotgan sabdishini putidan so'rishib, akilib ko'zubga tashladi. Harva qattiq qaraslab, yalt-yult qilib chaqmoq chiqib edi. Askarlar yana ko'katliqqa o'milashdi. Har kim o'z jinning halakchiligida qolgan edi. Nikolka Sabihaning qo'lidan so'rab, suv bo'yi qarab, chatqal arlab yugurdi.
Yana chaqmoq nagidoru qaraslab chaqmoq tushdi. İki askar otlarga yugurib edi. Nadindur yana o'q chiqib bir yiqildi. Askarlar nalargadir mo'kishdi. Birdamdila iki askar o'ldi. Mashina patqoqqa, yaradorlar chirqirmoqda. Yomg'ir sharqirab yog'moqda. Rus yigit bilan Sabiha otlarni yetilab, qalin chatqanliq ichiga kirib olgandan keyin Nikolka "Andi kelolmaydi" dedi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi